Assalomu alaykum qadr qadrdonlar, aziz tinglovchilar, muborak Ramazon oyida qalbdan qalbga nur ulashamiz. Bizning tabrik loyihamiz aytilmay qolgan tuyg'ularni yetkazadigan samimiy ko'prik. Ro'zangiz maqbul, duolaringiz mustajab, xonadoningiz barakali bo'lsin. Bugun siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz. Siz ham bir insonning yuzida tabassum uyg'otishga tayyormisiz? Siz istang, biz hislaringizni eng go'zal ohangda yetkazamiz. Chunki quvonch ulashish eng chiroyli ehson. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Odilbek akani telefon raqamlarimi? Tamam. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, opa, yaxshi. Onam yurgansan. Rahmat, Allohga shukr, yaxshimiz. Bugun siz eng ulug' va sharafli ne'mat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashash baxtiyla tavallud ayyomingizni qarshi olyapsiz. Bu o'zi katta baxt, saodatdir. Ilohim umringiz uzoq, qadamingiz qutlug', hayotingiz tinchlik, xotirjamlik va cheksiz quvonchlarga to'la bo'lsin. Har yangi yoshingiz sizga yanada ko'proq baraka, muvaffaqiyat va qalb osoyishtaligini olib kelsin. Ayni damda siz bilan tabrik loyihasi boshlovchisi baxt aloqada. Siz hurmatli Odilbek aka, bizning tabrik loyihamizga kim tomonidan yo'llangan deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Yo'q. Yaqinlaringizdan yaqinlashdingiz, o'sha kimlar deb o'ylaysiz? Xayolingizga kimlar kelyapti? Kimdan? Ovozingiz birozgina pastroq kelayotgan edi. Yaqinlarim, oila a'zolari. Qo'shandagilar, onam, ota. Yana kimdan deb o'ylaysiz? Mashalloh, yaqin do'stlar. Sizni ko'p ham qiynamasdan, ko'p ham vaqtingizni olmasdan aytib o'taman. Unda sizni juda ham hurmat qilib, yaxshi ko'radigan, kelishingizga ko'z tikib kutib o'tiradigan umr yo'ldoshingiz Zumradxon opa, o'g'illaringiz Amirbek, Imronbeklar nomidan edi. Hurmatli Odilbek aka, ayolingiz tomonidan alohida tabriknomalarim kelgan edi. O'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Hurmatli va qadrli turmush o'rtog'im, bugun sizning tavallud ayyomingiz mening hayotimga baxt, ishonch va mehr kelgan eng qadrli kunlardan biri. Shu muborak sana bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Siz men uchun nafaqat umr yo'ldosh, balki eng yaqin do'st, suyanch va qalbimga taskin beradigan insonsiz. Hayot yo'lida yonimda bo'lib, oilamiz uchun qilayotgan har bir mehnatingiz va g'amxo'rligingiz uchun cheksiz minnatdorman. Siz borligingiz bilan xonadonimizga nur, baraka, qalbimizga ishonch va quvonch olib kelasiz. Farzandlarimiz bilan birga sizni juda yaxshi ko'ramiz va siz bilan faxrlanamiz. Ilohim doimo sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq, qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Har bir kuningiz quvonch, xonadonimiz esa tinchlik va barakaga to'lib toshsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Siz bizning eng katta baxtimizsiz deb qoladilar. Hammasiga arziysiz. Hurmatli Odilbek aka, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning son tilaklaringiz, so'zlaringiz bormi ahloilangizga? Shu yaqinlarim barcha bo'lsin, baxtimga hamisha yaxshi bo'lsin. Sizlarga zo'r bo'lsin. Ilohim, siz ham yaqinlaringizning baxtiga sog' salomat bo'ling. Hayotingiz har doim oilaviy iliqlik, mehr va quvonchga to'lsin. Farzandlaringizning kulgusi qalbingizni yoritib, har bir kuningiz baraka va baxt bilan o'tsin. Sizga hamisha sog'lik, salomatlik, tinchlik va qalbingizga quvonch hech qachon so'nmasligini tilab qolamiz. Xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Mayli, rahmat. Sizga yaxshi. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.
Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'shali kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, Xudo bergan yonimdagi sirdoshim.